Bir onadan 2 marta tug'ilgan chaqaloq. Azizlar, ushbu videorolik boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. Ushbu voqea hayotiy voqeadir. Buyuk Britaniyalik ayol rivojlanayotgan homilasidagi nuqson tufayli bolasini 2 marta tug'ishga rozi bo'ldi. Bu haqda Daily Mail xabar berdi. Nashrga ko'ra 23 yoshli ona o'g'il farzandga homiladorlikning dastlabki bosqichlarida bolaning umurtqa pog'onasida nuqson borligidan xabar topgan. Ayol nuqsonning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun homilaning 6-oyida jarrohlik amaliyoti o'tkazgan. Unda shifokorlar bolani chiqarib olib, nuqsonning bir qismini tuzatgan va homilani joyiga qaytargan. Natijada chaqaloq 2-marta 38 haftalikda dunyoga kelgan. Shundan so'ng yangi tug'ilgan chaqaloq yana 8 kun reanimatsiyada yotgan va u bilan yana bir necha operatsiyalar o'tkazilgan. Shifokorlar tashxisi tufayli bola katta ehtimol bilan yura olmasligini ma'lum qilgan. Biroq onaning so'zlariga ko'ra, 1 yil davomida fizioterapiya ko'magi bilan farzandining sog'lig'i yaxshi tomonga o'zgargan va bu o'g'lining yura olishiga umid beradi deyilgan ma'lumotda.